G'oljidagi mehmonxonalar karantin o'rniga aylantirilgan va asosli Uyg'ur doktorlar saflangan. Xitoy doiralari Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan va butun dunyoga tarqalgan Xitoy virusi yuqumining ahvolini yoshirishga urinmoqda. Xitoy butun dunyoni aldash tashviqoti elib berayotgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning yolg'onchiligi oshkorlanmoqda. Bir kishining yetkazgan uchuridan ma'lum bo'lishicha, G'o'lji shahridagi Uyg'ur milliy tibobat doktorxonasi o'z ichiga olgan barliq doktorxonalardagi asosli Uyg'ur doktor, sestra hamda davolash xodimlari o'tgan oyning oxiridan boshlab Ili oblastlik hukumatning yuqumlanishni tizginlash jiddiy xizmatiga moslashish qarori bo'yicha karantin qilingan o'rinlarda kecha-kunduz xizmat qilishga o'rinlashtirilgan. Inkasdan ma'lum bo'lishicha, ular hozirga qadar oilasiga qaytmagan. Xitoy ijtimoiy taratqularda 2 aprel e'lon qilingan sanlarda atalmish o'qituvchi ekanligi aytilgan 1200 Xitoyning haqsiz poyez orqali Xitoydan Sharq Turkistonga elib kelinganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Xunan o'lkasidan minglagan Xitoy maxsus poyez bilan Urumchiga to'shilgan. Xunan vokzalida tartilgan videoda qizil shapka kiygan va qo'llarida Xitoy ta'minlagan haqsiz poyez bileti tutib turgan Xitoylar 22 soat ichida Urumchiga berishni saqlab turgan. Shuning bilan birga Xitoy taratqularida Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chib kelishga tashviq qilinayotgan bo'lib, ishga o'rinlashtirish bilan birga haqsiz uy va yer beradiganligi va'da qilingan. Xitoy Kommunist hukumati bir tarafdan Sharq Turkistonliklarni ishga o'rinlashtirish bahonasida Xitoy o'lkalariga yo'tkisa, yana bir tarafdan ishsiz, namrat Xitoylarni turli e'tibor bilan Sharq Turkistonga ko'chirib kelib, rayonning nopis qurilmasini o'zgartib, xitoylashtirishni kuchaytirmoqda. Xitoy taratqullari Wuhan'da o'tirg'i chiqqan yangi tipli Xitoy virusi sababli Shinjin shahrining it va mushuk iste'mol qilish va ilib setishni cheklaganligini xabar qilgan edi. Lekin Xitoydagi it go'shti sotadigan bir restoran xo'jayini oshkorlagan tafsilotlar diqqatni tortdi. U kishi maxfiy sotuvchilardan it kuchuklarini setib olganligini va pishiqlab ishlagandan keyin talab qiluvchilarga ta'minlab berdiganligini oshkorladi. Kimligini oshkorlamagan bu oshxona xo'jayini ba'zi sotuvchilarning tizimligiga asosan minglagan kuchuk boqadiganligini aytdi. U men kelgan Guangxi va Luizhouda nurg'un kishi ishtaydi. Ba'zi kishilar maxsus setish uchun it boqadi. Ularni xuddi cho'shqidek boqadi dedi. Xitoyning Guangxi o'lkasi dunyoning nurg'un yerida vahshiylik deb atalgan Yulin it go'shti bayramini o'tkazadi. Xitoydagi sobiq o'yinlik savdogari Ren Jichang g'oyib bo'ldi. Tonish bilishlari sobiq kompartiya a'zosi bo'lgan 69 yoshli Ren Jichangning Xitoy doiralari tomonidan maxfiy tutqun qilingan bo'lishi mumkinligini bildirdi. U yo'qolib ketishdan burun Xitoy hukumatining Wuhan virusiga tutgan pozitsiyasini tanqid qilib bir maqola yozgan. Uning maqola yozishining cheklanganligi ma'lum. Tor va ommaviy taratqularda keng tarqalgan bu maqolada Xitoy raisi Xi Jinpingning ismi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, lekin amalga herisman bir shaytonning va kompartiyaning ifoda erkinligiga qaratgan bostirishining bu yuqumning vaboga aylanishiga sabab bo'lganligi mulohaza qilingan. U maqolasida 1976-yildagi madaniyat inqilobiga o'xshash Xitoyni jaholiyatga va dunyoning orqasida qilishga boshlagan rahbarlarning yo'q qilish kerakligini tilga olgan. Butun Amerikaga ta'sir qilayotgan Xitoy virusining hujumiga eng og'ir uchirgan Nyu-York shtatining boshlig'i Andrew Cuomo bir axborot e'lon qilish yig'inida yuqum ahvoli haqida ma'lumot berdi. Davlat va shtatning eng og'ir kunlarini boshdan kechirayotganligi haqida to'xtalgan Cuomo hayotida mundaq bir krizisga duch kelmaganligini aytdi. O o'tgan 24 soatda Nyu-Yorkda 630 kishining Wuhan virusi sababli hayotidan ayrilganligini, buning bilan Nyu-York shtatida o'lganlar sonining 3565 ga chiqqanligini bildirdi. O yana shtat miqyosidagi yuqumlanuvchilar sonining 10 mingdan eshib 113 mingdan oshganligini aytdi. O Nyu-York uchun bu haftaning texmi qiyin bo'ladiganligini ta'kidlab bundaq dedi. Hech kim eng yuqori sonning qancha bo'ladiganligini aytolmaydi. Texi yuqori pallaga yetib kelolmadik. Shuning bilan birga Amerikada bir kun ichida 1105 kishi o'lib, Xitoy virusi sababli qazo qilganlar soni jami 7163 ga yetdi.